Mana agar gelni olib tashlab beringlar desa keyinchalik gelni olib tashlab bo'lmaydi, tushundingizda? Chiroyli ko'krakni xohlayapsiz, lekin buni o'rniga deformatsiyaga uchragan, yiringlagan va to'qimalari yemirilgan ko'krakka ega bo'ldingiz. Men Rustamova Rohata Murodullayevna, onkolog, mammolog va plastik estetik jarroh, ko'krakni kattalashtirishdan pul tejab, uni qayta tiklab bo'lmaydigan holatlarga olib kelish mumkinligi haqida aytib bermoqchiman. Qanday ahmoqona usullarni yarim chala mutaxassislar tavsiya qilayotganiga hayron qolasiz. Gel, filler, gialuronka, yog'lar va vazelinlardan tortib boshqalargacha. Hozirgi kunda ayollarimiz operatsiya stoliga yotishdan qo'rqib, pullarimni tejavyapman degan noto'g'ri xayolga borib, ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi kosmetologlarga borib, nesterilni bo'lgan joylarda, ya'ni bitta ko'shetka va bitta igna orqali ko'kraklarini kattalashtirishyapti. Noto'g'ri eshitmadingiz. Hozirgi kunda Instagram tarmoqlari, TikTok va barcha ijtimoiy tarmoqlarda fillerlar, gel, gialuronka kislotasi, yog'lar va har xil vazelinlardan foydalanib, ko'krakni shirish urfga aylangan. To'g'rirog'i moda bo'lgan. Nima uchun bu kabi moddalar ko'krakni kattalashtirish uchun to'g'ri kelmaydi? Birinchisi, bu moddalar ko'krakni kattalashtirish uchun ishlab chiqarilmagan. Ikkinchisi, bu moddalar sut beziga kiritilgandan keyin ikkilamchi kasalliklar kelib chiqishiga, kistalar, yallig'lanishlar, fibroadenomalar va hattoki sut bezi saratoni kelib chiqishiga sabab bo'lishi ham mumkin. Uchinchisi, gel va quyidagi moddalar butun ko'krak to'qimalari bo'ylab yoyila boshlaydi va hech qachon buni ajratib bo'lmaydi. Va to'rtinchisi, ko'krak ostida tiklab bo'lmaydigan bo'shliqlar paydo bo'ladi va ko'krakni juda xunuk holatlar, ya'ni deformatsiyalarga sabab bo'ladi. Eng qo'rqinchlisi, 3-4 yildan keyin bemorlar menga murojaat qilib, avvalgi normal ko'kragimni qaytaring deyishmoqda. Afsuski, buni imkoni juda ham kam, sababi ko'krakdagi normal to'qimalar endi yo'q. Bu amaliyotni boshidan o'tkazib bo'lgan ayollarimizga maslahatim, endi ko'kragingizda normal to'qimalarni saqlab qolish uchun harakat qilishimiz kerak. Demak, birinchidan mutaxassis mammologga albatta murojaat qilish kerak va instrumental laborator tekshiruvlardan o'tish kerak. Quyilgan gel yoki yog' shunga o'xshash moddalar ko'krakni qancha joyini zararlagan va qancha hajmni egallaganini bilishimiz kerak. To'rtinchidan, mana shu gel quyilgandan keyingi holatda ko'krakda ikkilamchi qanaqa kasalliklar kelib chiqqanligini bilishimiz kerak va beshinchidan, qanday muolaja usullari bilan ko'krakni saqlab qolish yo'llarini topishimiz kerak. O'zimizda shu tajribada bo'lgan bir holatni aytib bermoqchiman. 39 yoshli bir ayol bizga murojaat qilib keldilar. Bu ko'kragimni saqlab qolish kerak, nimadir qilib beringlar, oldingi holatiga qaytarib beringlar degan muammo bilan keldilar. Ko'kraklari juda ham xunuk holatga kelib qolgan edi. Ya'ni gel quyilgandan keyin 7 yildan keyin bu vaqt mobaynida ko'krak to'qimalari qolmagan va gel ko'krakni har xil joyga joylashib, tanib bo'lmaydigan holatga kelib qolgan, ya'ni deformatsiyaga uchrab ketgan. Bu holatda nima yechim qilindi? Bu holatda faqat ko'krakni olib tashlash maqsadga muvofiq bo'lgan, lekin bor kuchlarimiz ustozlar bilan maslahatlashib, konsulyumlar bo'ldi va bu holatda shu implant qo'yib, implantni ham bu ko'krakda qo'yish juda ham qiyin bo'ldi, chunki implantlarni ham normal to'qimalar bo'lgan holatdagina ushlab turish imkoni katta. Lekin shuni yechimini qildik va u ayolga ko'kragini saqlab qolishga yordam berdik. Hozirda u ayol juda ham minnatdor hayotdan, yaxshi yashamoqda, ko'rikka kelib turibdi. Lekin bunaqa holat bo'lmasligi ham mumkin. Shuning uchun men maslahat bergan bo'lardim. Gellardan mana shunaqa moddalarni quyishdan odam o'zini ehtiyot qilish kerak. Lutchi mutaxassis mammologga murojaat qilib, boshqa yo'llar bilan ham iloji borligini, variantlarini ko'rish kerak. Agar sizni ko'kragingizdan ko'nglingiz to'lmayotgan bo'lsa va kattalashtirish niyatida bo'lsangiz, albatta mutaxassis mammolog va plastik estetik jarrohga murojaat qiling. Sizni holatingizdan, genetikangizdan kelib chiqqan holatda sizga juda ko'p variantlar taklif qilamiz va sizga mos keladigan holatda ko'kragingizni kattalashtirishga yordam beramiz. Bu amaliyot xavfsiz, ishonchli, sertifikatlangan va haqiqiy malakali mutaxassis tomonidan amalga oshiriladi. Men estetikaga qarshi emasman, lekin go'zallik tarafdoriman. Lekin bu sog'liq evaziga emas. Ushbu videoni dugonangiz bilan bo'lishing, ehtimol bu video uni ko'kragini saqlab qolishi mumkin. Izohlarda yozing. Sizga hech qachon ko'kragingizni kattalashtirish uchun ukollardan foydalanish haqida takliflar bo'lganmi? Agar siz allaqachon bu oqibatlarga duch kelgan bo'lsangiz, biz yordam beramiz. Bizning jamoa ko'kragingiz go'zalligini saqlab qolishga hissa qo'shadi.